Dastlabki soniyalardan beri o'ynayapti. Bozorov, Shukurov, chiroyli harakatlar va muhimi aniq Sayfiyev. Farruh O'runov. 0-4. Kerak edi shu, kerak edi. Bu yerdachi? Bu oyoqqa tashlanishi ekan. Ostonning zarbasi juda ham kuchli chiqqani yo'q, lekin shu bilan birgalikda aniq bo'ldi. Darvozabonni chalg'ita oldi, alday oldi. Gol. Oston O'runov. Oyoqning tashqi qismi bilan mana shunday tarzda, chiroyli tarzda birga-birlarda ham mana shunday chiroyli gol urish mumkinligini ko'rsatmoqda Oston O'runov. Kombinatsiyaga esa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Oston O'runovning bu goli tillarda doston bo'ladi. Aniq. Biz ko'pincha gapiramiz, mana shunday jumlalarni ishlatamiz. Kombinatsiya chiroyli chiqdi. 2-1. Demak, bugun biz menimcha gollar yomg'iri deymizmi, gollar shousini deymizmi, juda chiroyli chiqdi. Haqiqatan ham kombinatsiya futbolchilarimiz qani ko'raylikchi. Qarang. So'nggi zarba ham zo'r chiqdi bu yerda. Ostonning o'zi uzatmani amalga oshirdi. Devor uslubidagi kombinatsiya va Sayfiyevga pas, Sayfiyev qaytaradi. Shukurov, Shomurodov, pas chiqdi. Oston 1-1. Oston mana bu paytda hozir hisob qisqardi. Sayfiyevga pas, Sayfiyev qaytaradi. Shukurov, Shomurodov, pas chiqdi. Oston 1-1. Oston mana bu paytda hozir hisob qisqardi. Hozir Masharipov marka. Qanday ajoyib pas! Oston 1-1 vaziyatda. Oston tep, zarba va gol! O'zi umuman futbolga qiziqadigan inson borki, Gonkongga qarshi o'yindan shunday kamida 3-0 ni, 4-0 ni kutadi. Bundan kamiga rozi bo'lmaydi. Va bu yerda Hamrobekovdan assist. Ajoyib. O'z vaqtida ko'rdi, lekin bu yerda tan olish kerak, Gonkong markaziy himoyasi ham qo'pol xatoga yo'l qo'ydi. Va butun stadion O'runov deb hayqirmoqda. Oldingi chiziqqa pas, yaxshi. O'ynada shar holat yo'q, chunki Qirg'iz Respublikasi himoyachisiga to'p qaytdi. Yaxshi imkoniyat. O'runov, Oston O'runov chiroyli harakatlar. Gol! Oston O'runov hisobni 3-2 ko'rinishiga keltirmoqda. Juda ham chiroyli ijro. الثانية شومردوف. شوف اللعب المباشر للمنتخب الأوزبكي أمام المرمى. ثاني يا سلام عن طريق نجم اللقاء أوستون. Juda qiziq. Mana Abdulla Abdullayev eng markaziy himoyachi, lekin shu bilan birgalikda bu nisbiy hozir aytaman, Otabek Shukurov ichkariga yorib kirdi. Kerak paytda endi bu kerak bo'lmasin-u, doimiy hujumga borishimiz. Hozir Oston O'runov, 2-3 ta himoyachini aldab o'tib ichkariga yorib kirdi. Zarba, gol! Bir o'zi Oston hal qilib tashlayapti. Misr himoyasini ko'rmagandek o'tib ketyapti. O'runov tezkor